Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Dünyanın her qaysı joylarida, her qaysı devletlerde musafir ve muhacir bulup yaşayotgan Uyghur qarindoshlarım. Hammanglarga Allah'ın salamları olsun. Allah kunlaringlarni, jimi vaqtinglarni xayrli qilsin. Bugün tekrar yüz görüşüp oturuyoruz. Bunun nisip kıygan Allah'a hamdülillah olsun. Körüvatkanınlardek mevzu yine Uygurlardaki şartlık ve temperverlik doğrusunda. Uygurlardaki şartlık ve temperverlik doğrusunda bir video neşer kılıngan ilgiri 2 yıl avval belki. Bunun için bu okşaş mevzuğa bir tane yine etip koydum. Yine şu şartlık ve temperverlik gibi. Endi ağzımızga qaraydigan bolsak, şundaqla tor toplardaki çoqallarımızga asaslansak. Uygurlar intayin vatanperver millet olup, bunundan qılçı gumallanmasak mı boladi? Mesele nimede? Bu vatanperverlik yek şahıs saaltıda bolganda ana şundaq üzülkisil, şundaq küçlük ve ateşlik bulup, iki ve onundan köp top buluşku başlayan haman her biri de şartlar meydana geldi. Bu şartlar kandırılmagan yoki çalıqalgan takdirde vatanperverligi husumetga aylandi. Çünkü aslida her bir Uyg'urdagi vangshujilik karakteri mana mushundaq shartlarni tug'dirdi. Deylik ki, iki Uygur bir yerga keladigan bo'lsa, her ikisinin bir-biridan kutadiganlari bo'ladi. Biri baş bo'lishi kerak. Bu baş bo'lishmi to'liq va haqiqiy yo'sindagi baş bo'lish emas. Ya'ni yana birining to'liq itoat qilishini shart qiladigan darajadagi bo'lmasimi bo'ladi. Faqat rasmiyat yuzidan baş ekanligi e'tirof qilinsa, uning g'ururi papilinib, shuningga shukr qilaveradi. Yoki shukr qilish kerak. Yana birining bo'lsa, o'ziga yarasha kattoligi bo'lg'achqa, uningga hurmat, ehtirom bilan muomala qilinish kerak. Bo'lmasa, qaydab qoladi. Go'yo ishlar vatan uchun emas, avisining qoldirq yeriga ishlab berayotgandek minnatlik tusda bo'lg'achqa, xuddi uning ishini qilib beribsan, menga mushundaq muomala qilsa qanday bo'ladi? Shaklidagi qaydash kelib chiqadi-da, ya dushmanga aylanib ketadi, yoki qo'shqinga o'ltirib olib, o'zining mo'yimligini his qildirmoqchi qo'ymaydi. Baş bo'lganning to'liq itoat talab qilinmay, faqatla atoqqa rozi bo'lishidagi sirmi mana shu yerda. Agar u to'liq va shartsiz itoat qilsa, uning qimmati tushib ketmamda. İki adam arasida bo'ladigan bu birlik mana shundaq pilsirat ustiga quriladi-ki, qilchilik bexastalik qilinsa, ya u yoqqa, ya bu yoqqa yiqilish qismatidan qochqili olmaydi. Tashkilotlardagi xuddi kul temidek bir tamsilimiz var-ku, kul temi tam bo'lmas, kuyog'ol o'g'il bo'lmas degan. Şunun o'xshash kulda tam bo'lmaydi normalda. Xuddi kul temiga o'xshash aran turish vaziyati mana shundaq maydonga kelgan bo'ladi. Tashkilotlardagi vaziyat xuddi kul temiga o'xshash. Bir tashkilotga a'zo bo'lg'uchi belgilik shartlarga itoat qilishga va'da berib qatnashadigan bo'lsin.
Normalda her qandaq bir partiya, her qandaq bir teşkilat, her qandaq bir mutaşakkil a'zo olmoqchi bo'lsangiz, o'xshamagan darajadagi, o'xshamagan mazmundagi shartlar bor. Va bu shartlarga ma'qul degan odam uningga qatnashadi. Shundaqmi? Va'da berishga to'g'ri keladi. Nizomnomani e'tirof qilishga va'da berdi eng aziz bo'lganlar. Hatto ba'zilarda Allohning nomi bilan qasam ichadigan bo'lsin. Bu faqat rasmiyatdan qoladi. Ma'lum bir ishni buni qilsan, bu sana tushdimi ish debla bir odamga topshirg'ili olmaydi. Ba'zilarning vaqti olmaydi. Ba'zilari qilolmaydi. Yana ba'zilari boshqalarga yomon bo'lib qolishidan ansirab qilishga unamaydi. Chunki rasmiy turilib bir ishning beshiga yoki qishig'iga kelganda shaxsning o'z inovati vatanparvarlikdan mo'yin bo'lib chiqadi. Qo'lidan kelmaydigan birisiga bu yerda nim bor? Qo'lidan bir ish kelmasa bu yerda nim bor? Bu degan shunday bir savol ko'ngildan kechmay qolmaydi. Qo'lidan hech ish kelmaydiganlarni chiqarib etmoqchi bo'lsangiz, topda odam qolmaydi. Mana bu ojizlik, mana bu muhtojlik, qo'lidan ish kelmaydiganlar qo'lidan ish kelmaydiganlarning qo'lidagi bir ko'zir bo'lib qoladi. Ya'ni sangilab tursammi baribir chiqarib yetolmaysan. Mendeklini chiqarib etsang, yana kiming qiladi atrofda degan bir tamannosi bor. Bu uning qo'lidagi bir ko'zir. Sapasi bo'lmasimi? Sanğı olgan ihtiyacdan yanıla umu e'tibor alinish kerak. Hech ish qilib berilmaydigan turibmi, yanıla qaydab ketishga yetarlik dasmoyisi bor. Nima dasmoyi? Son oziydi. Buningga top 5'i yanıla chidamaydi. Bu yerda bu muskitami ma'nosidagi aranturishlardimi bir xil vangshujilik parlab turibdi. Gerçi qo'lidan poq kelmasimi, yanıla 6 at tatanmaydigan hol her Uyg'urda mavjud. Hech ish qilinmasimi, bir topda turib berishni go'yo birisining qoldirib yeriga ishlab berayotgandek minnatlik qaldi ko'zir qilishi kishini yana o'ylantiradi. Qani bu vatanparvarlik? Bir top qitilgan bo'lsam, nima uchun qitilding? Vatanparvarlik uchun emasmidi? Hayron qolasiz. Bilarman shaxslar umuman o'zining jug'i bek cho'ng bo'lganmikin, hech qanday tashakkülga sig'maydigandek kattaligi bilan yakka qoladi. Yoki o'zi bir top tashkil qilishi mumkin. Har ikki xil ahvol o'xshashli vangshujilikdan manbalanganligi seziladi. Yakka qoladiganlar bir topga nima uchun qitilmaydi degan savolni cho'rdab elib berilgan izlanishlarning natijasida shuni ko'ramizki, uning cho'ngligidan boshqa o'zining hech kimga o'xshamaydigan bir xil qarashi, ya'ni meningcha bor. Mushuni bahona qilib, go'yo ideologiyalik to'qinishi bordek havo astirib, birer to'qqa qitilishdan o'zini tatib turdi. Yana bir tarafi aql o'zini ayaydi degan tamsildagidek ma'lum to'qqa qo'shilib, u top uchrayotgan hujumlardan nasibador bo'lg'isi, u top uchrayotgan haqoratlarga poydor bo'lg'isi yo'q. Chunki uning shaxsiyati mana bundaq yerlarga kelganda vatan millat manfaatidan ustun yoki muhim. Yana bu bilimdonlar ana shundaq yakkilikdilar bilimdon bo'lib, ba'zilari o'zidagi xatozan xili bo'laman jumama
deb o'ylaydiganligidir. Yana biri atrofidagi bir necha guppangchining mundaqla püpüylab qo'yishi bilan uchishni bilib, tushishni bilmay qolishidan manbalangan. O'zining qo'sqini silab baqqan chog'larida haqiqatanmi cho'ng ishlarga yaratilgandek o'ylag'achqa, uningga atrofda hech ish yaramaydi. Mana shu sababdan bir top ichida vatanparvarlik qilishiga mumkinchilik bo'lmaydi. Go'yo kichiklab ketadigandirlar. Ammo texmi realroq bo'lishga to'g'ri kelganda, u aslida yakkilikdilla bilarmandek qilsa-mu, biror top ichida ma'lum bir konkret vazifa berilsa, cho'qim u ishga yaramaydiganligini g'uva his qiladigan bo'lg'achqa, to'pqa qo'shilishidan o'lgidek o'zini qochirdi. Yakkilikda bilimdonlik ifodalashning qilipi yo'q, talabi yo'q, formasi yo'q. Xohlagan shaklda assi bo'ladigan bo'lg'achqa, bo'lavergan bilan bir to'pqa qatildimi, konkret bir qilib, bir top ichida harakat qilishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa, amaliyotda u ishga yaramaydi. Yuqoriqilar bo'yni bog'lanmagan barliq Uyg'urlardagi umumiy ahvol. Bilarmanlarning bo'yni bog'langanlari nihoyat ko'p. Hatta ularning asosan siyosiy istiqbolga bevosita aloqasi bo'lgan saplarda ko'ngili olmaydi. Ular haqiqatanmi bilarman bo'lg'achqa, yaratmaslikdan biror to'pqa qo'shilmamdi yoki bo'ynining bog'loqda bo'lganidan qo'shilmamdi. Bu masala muzokaraga uchuq, munozaraga uchuq. Chunki o'xshamagan nurg'un qarashlar mavjud. Tarafdorlikdagi tegishimmi hayron qilarlik. Qarasangiz bir vatanparvarni ko'rasiz. Gap so'zlari joyida. Gap so'zidinmi tanlagan tarafi to'g'ri. Garchi to'pqa qatilmagan bo'lsa-mu, tarafdorlik qilishda jiddiy va astoydil. Ammo bir kunlari to'pdagilardan biri qilgan ma'lum so'z tegib ketib qoladi-da, mana shuning bilan tamoman aksi yo'nalishga qarab mangadi. To'pning yomon gapini qilishga boshlaydi. Bulardan shuni ko'ramizki, taraf tanlash biror inqilobiy prinsipga asoslangan emas, o'zida o'zgarmas siyosiy g'oya degandek bir nimalarmi yo'q. Taraf tanlashi tamoman shaxsiy sabablardan bo'lib, tanlashda shaxsiy sabab bo'lgandek, voz kechishdimi shaxsiy sabablar asos bo'lganligi kishini hayron qoldiradi. Biridan nafratlanish yoki yaxshi ko'rishda hech qanday siyosiy maydonga asoslanish odatimiz yo'q. Birini bir qatim degandim-mu, bir misolni, yana shuni desam uchiq bo'lar. Bir atoqliq mujohidimiz Tog'turadan Istanbulga yetib kelgan kunlarida birdilla bu yerda hamma odam tarafidan munofiq deb qaraladigan bir shaxs bilan yaqin oralashib ketibdi. Yaxshi niyatli odamlar ogohlantiribdi. Sizning nom atqingiz bor odam, biz sizni inqilobchi deb bilamiz. Siz aralashayotgan faloni kishi hamma odamning birdek tunishida bir munofiq. Onun bilan aralashib nom sharpingizga dog' tekkizib olsangiz hammanglar azoblanamiz deb angltamabdi. Oxir bu yaxshi niyatli odamlar Kanadadagi Hüseyinjon qari hojimga telefon qilib, demak bu 2006dan burungi gaplar ekanda, ahvolni ma'lum qilibdi. Büyük mujohidga nasihat qilib qo'yishni o'tinibdi. Hüseyinjon qari hojim menga bularni deb bergan shu vaqtda. Qari hojim büyük mujohidga telefon qilib, yaxshi odamlarning demakchi bo'lganlarini deb, munofiq bilan aralashmaslik to'g'risidagi ogohlantirishni takrorlabdi. Büyük mujohid shunda deydi ekan, ammo paktimiz bo'lmagan ekan. Debla nasihatga yo'l tomg'i eshak tepgandek inkas bildiribdi.
Hüseyincan Qarajimmi bilginingni qil bo'ldi deb bo'ldi qipti. Aslida bu büyük mücahit bilan munofiqning orasida ma'lum tijoriy munosabat ketyapti. Munofiq mujohidga mal sotgan ekan. Hatto munofiqning ogohlantirilishlariga qaramay zo'rg'i setib olgan ekan. Ya'ni munofiq debdikanki, ikkalan mushunda tijoriy muomalani qilmasa yaxshi edi. Tijorat deganda ziyon bo'ladigan ish va shuning bilan munosabatimizga ta'sir etmasin deganga unamay yo'q og'nim og'an ziyon bo'lsa erkakchilik deb zo'rg'a elib olgan. Neticede maldan ziyan tapkan. Ziyan taptım bek kımmese tütkensen dep kökegen mücahit. Münafık degen ki men demepmedim. Şu çağda neme degendim sana? Özünüz taksir neme degentiniz? Bu degen ticaret paydı ziyan bir tukkan çıdıgan çıkargan. Şunun bilen mücahitimiz Hüseyincan Qarajim bilen daimi görüşüp turduğan bolgandiken ziyandan keyinki bir görüşüşde telefon görüşüşde şunda depti. Palanı rastıllı münafık emasmi? Körüvatqaninglardek bu Uyg'urlar beşedi götürdigan mücahit çoğunlarımızdan birisinin baha berişteki prensibi. Şahsi ziyan olmaganda, pakit olmagan degen bu kişi keyin pakitga erişip andan özgerdi mi? Yo'q. Faqat şahsi ziyan ko'rganlik uchun o'zgardi va uni munofiq deb to'liq bekitdi. Amaliyotda bunisi barliq Uyg'urlarga o'rtaq bo'lgan bir xil milliy xoslik. Yana bir necha cho'ngimizmi aynan shunday qildi. Aynan shunday qildi. Buni hammanglar bilasizlar. Yillardir Dünya Uyghur Qurultayı'nın yığınlarında töde olturup kelavatkan, ay degenge unamagan, şahsiyeti hücumga uçuragan hamallar Qurultaydan çıkıp düşmanga aylanıp qalgan. Bundaqlarni hammanglar eslayalaysizlar. Demek şahsiyetimiz ziyonga uçuramagan şart ostida ma'lum bir shaxs yoki ma'lum bir to'p haqida sizga 100 dalil ko'rsatilsa-mu, tarafdorligingizdan qat'iy bo'shashmaysiz. Ammo shaxsiyatingiz ziyonga uchrasa, darhol heliq taraf munofiq bo'ladi. Burunmi degandim, inqilob sepidagi sabdoshlarmi shaxsiy xususiyatlariga ko'ra o'zaro chiqisholmaydigan bo'lishlari mumkin. İnsan balısı da çıkışalaydıganlar, çıkışamaydıganlar hemen mevcut. Şurada uruşup, muşluşup, ağzı burnu kan oluşu mümkün. Hatta bir set tuturup mu şahsi kilişenmez tüpeyildin. Ayında cidel çıkışı mümkün. Cidel bulmaydı diyemeyiz. Lekin ular asosiy dushman qarshisida yanıla o'zaro ziddiyatni qo'yib turib, hujumni dushmanga qaratadi. Buni tarixdan ko'ramiz, romanlardan o'qiymiz, hikoyalardan o'qiymiz, kino filmlardan ko'ramiz. Bir qo'shindagi askarlarning bisi bilan mushlashganlarini, urib dumbalashganini, til haqoratlashganlarini ko'ramiz. Ama Uyg'urlar agar ashundaq bir septikilar bilan urushib tasqanda bo'ldi. Shundaq bir o'chmanlik tutdiki, ya o turdi bu qo'shinda, ya bu turdi. Her ikkisining turishi mumkin emas. Tug'magan birisi-chi,
Şu qaydigancha septen ketip düşman tarafga boradi. Ve düşmanning qo'li bilan bo'lsa-mu, urushib qolgan qarindoshidan uchineli olmasa bo'lmaydi. Tarixda Abbaq Hoca bununla bir misal. Kuchi yetmagan vaqtida, ichki urushda kuchi yetmagan vaqtida Xitoyni boshlab keldi-ku. Düşmanni boshlab keldi-ku. Nimani? Moğolni. Bu bir misal. Bu daimlik ama Uyg'urda. Bunda misalni bek ko'p topqili bo'ladi. Ahad Turdining tunji romani unutilgan kishilarda shuningga o'xshash bir voqea hikoya qilindi. Sepdan qaydab ketgan biri dushmanni boshlab keladi. Qo'zg'olonchining yo'shirni olgan yeriga dushmanni boshlab keladi. Men bu asibandilar mavzuliq roman chaqda shu mazmunda bir ishni hikoya qilgandim. Qaydab ketib dushmanni boshlab kelish. Buni yig'inchoqlab qaydab ketib dushmanni boshlab kelish deb atashga bo'ladi yoki qaydab ketib dushman tarafga o'tib ketish deb atsak bo'ladi. Mana bu xil xususiyat her qanday bir Uyg'urda o'xshamagan variantda, o'xshamagan darajada mavjud bo'lib, mahiyati ana shu, mahiyat o'xshash. Bugun atrofingizga zangsilib qarab beqing. Sap almashtirganlar bor bo'lsa, cho'qim bu hech qanday siyosiy maydon, siyosiy prinsipchanlik tufaylidan bo'lmagan. Cho'qim shaxsiy sababdan bo'lgan. Ama keyin kishilarga pardozlab ko'rsatish uchun siyosiy sabab davron qilingan. Bu asl tamamen yolg'on. Masalan, men 2007'de bir dayi bilan talashdim. Maş qurultay degan bo'lmaydi. Siz ne xil cho'ng bilamiz biz bo'ladigan adam. Bu yerda nima ishingiz bor? Sizga bo'ladigan yermi shu deb talashdim. Bu adam 10 yıldan keyin qaytib chiqdi. Qaytib chiqibla nima dedi? Bu mustaqillik demaydi ekan deb bahona ko'rsatdi. 10 yildan jiq. Zaten men so'zlashgan vaqtida necha yil bo'lgan uning ichida turuqliq bo'lgani. Bu jarayonda uning mustaqillik demaydiganligini faqat uqmadimi 12 yil deb qo'yib turaylik. 12 yil jarayonida uqmadimi. Tamamen shaxsiy sebep. Yani tama qilingan mansab tegmaganligi haqiqiy sebep. Unda olmasa 10 necha yil shuning ichida yurguningda uning mustaqillik demaydiganligini bilmay yurganmidan. Tamamen sharmanda yolg'on. Mana shunday qarindoshlar cho'ngimizning kichigimizgacha hammaylanda tepiladigan bu xususiyat, hatta milliy xoslik deyishga bo'ladigan illatlarimizdan biri bo'lib, aslida vatanparvarligimiz shaklik. Şartlarımız var. Şartlarımızga tushsa vatanparvar bo'ladigan vatanparvar. Şart tushmasa shaxsiyatimiz vatan millatimiz ustun. Ma'lum shartlarga tayandirilgan vatanparvarlik. Men degan mansab tegsa, dilim ranjimasa, kütkenlerimge erişsem qatarlıq şartlar mevcut. Bu şartlar gerçi aniq qilib ağzaki ve yazma şekilde oturup qo'yilmaydigan bo'lsa-mu, lekin yo'shirin mevcut ekanligini har qachon his qilish mumkin. Yana misol. Bizning qahramon mujohidlarimiz var. Suriye, Türkiye arasında berib kelib turdigan.
Her daim bu mücahitlarning mana tahdid selishimi xuddi shu qilib. Şahsiy münasibetler nuqtasidan mana tahdid selayotgan bu mücahitlarning Türkiye'deki mevcutluğunu eslesak. Ondan sabır buğdamı eşekning eti. Sabır buğra kabi nurgun aşkara casus ve münafıklarning Türkiye'de yaşaydiganligini eslesak, buningdan erişadigan xulosa shuki, ular mening tarafimdan tanqid uchrayotdi. Onun için bana tahdid selish kerak. Ama sabır buğradan hech qanday ziyon kelgani yo'q. Şahsiy sebepmikan, nima ekan bu? Uningdan millat kelayotgan bo'lg'achqa ziyon. Aning kelmaydi u millat emas u vaqtda. Mana bularning hammasidan shartlik vatanparvarlikning iznalarini ko'ramiz. To'g'ri. Mujohidlar vatan demaydigan bo'lg'achqa, ularni shartlik vatanparvarlik qilyotdi desak, to'g'ri bo'lmaydigandek turamdi yaqinda. Şuğunisi ular üçün texmisat turdu. Eğer vatan demaydigan olsa, nima deydigan bo'ladi u? Teximi ig'ir günah bo'ldiganlik aniq. Şartlik musulmonlik yoki shartlik mo'minlik, shartlik mujohidlik bo'ladi ular uchun. U chaqda bu teximi ig'ir. Shartlik vatanparvarligimizning munofiqlarga munosabatlik qismini düşman hukumimiz haqidagi videolarda so'zlab o'tgandik. Bizdagi düşman qarashi haqiqatan qo'rqinchli darajada. Qo'rqinchli darajada xato. Hala biz düşmanni tonimaslik bilan qolmay, düşmanlarga qanday qarashda bo'lish haqida aniq hukmga ega emasmiz qarindoshlar. Bu düşman hukmi ve vatanparvarlik her ikisi de mana iliqidek shaxsiy omillar, shaxsiy munosabat qiliplari rol o'ynaydi. Qachoniki biz uzilkisil vatanparvar bo'lmoqchi bo'lsak, bizda shaxslarni, to'plarni, tashakkullarni dansaydigan, ölçeydigan bir inqilobiy mizan bo'lishi lozim. Inqilobiy prinsip, siyosiy prinsip bo'lishi lozim. Uningga selib o'lchab, uni do'st tutamiz yoki dushman tutamiz. Andan bu vatanparvarlik rasuludir. O prinsip olmasa şahsiyetimizni ölçem qilgandan keyin bu vatanparvarlik shart bo'ladi va bu bo'lishni davom qiladi qarindoshlar. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Bugun mushaqicha gaplashib turani. Yana bir qitim ko'rishguncha xayr xo'sh. Aman bo'linglar. Alloh aman.